Yana mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. O'tgan galgi dasturimizda xabar berganimizdek, viloyatimizda O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida kitobxonlik haftaligi boshlandi. Haftalikning navbatdagi kuni Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabida bo'lib o'tdi. O'quvchilar qalbida kitobga mehr, ijodga ishtiyoq, so'zga hurmat kabi tuyg'ularni yanada mustahkamlashga qaratilgan uchrashuv tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Uchrashuv avvalida taniqli shoir, yozuvchi, tarjimon, ijod va madaniyat sohasi vakillari tantanali kutib olindi. Dastlab Hamid Olimjon va Zulfiya ijodi haqidagi hujjatli film namoyish etildi. Shundan so'ng boshlangan muloqotlarda ijodkorlar o'z ijodiy tajribalari, hayot yo'llari va kitobxonlikka bo'lgan munosabatlar haqida o'quvchilar bilan o'rtoqlashdi. Kitobning inson hayotidagi o'rni, tafakkur hamda ma'naviyatni shakllantirishdagi roli haqidagi ijod namunalari misolida fikr-mulohazalar bildirildi. Yoshlarning mustaqil fikrlashi, ma'naviy yetuk bo'lib voyaga yetishida albatta badiiy adabiyotning o'rni katta. Adabiyot olamiga yaqinlik, inson dunyoqarashi, salohiyati, tafakkur qilishi iqtidorini kengaytiradi. Bilasizmi, odamlar kitobni nima uchun o'qimaydi va nima uchun o'qiydi? Shu adabiyotni, kitobni tushungan odam uni o'qiydi. Tushunmagan odam o'qimaydi, u tushunmaydi, uni mohiyatiga yetmaydi. Shuning uchun bolalarga yoshligidan kitobga mehr uyg'otish kerak. Agar shu mehrni uyg'ota olmasangiz, u katta bo'lgandan keyin befoyda. Kitob bayramini maqsadi ham shu. Kitobni tushunib o'qigan odam ikki dunyoda uni ajralmaydi. Biz endi bir dunyoviy millat bo'lishimiz uchun albatta o'qib, o'sha boshqa odamlardan kam bo'lmagan darajaga yeta olamiz. Har bir ijodkor hayot yo'li, ijod namunalaridagi badiiy qahramonlar tilidan beriladigan yakkash mulohaza yoki xulosaga ega fikrlar yosh ijodkorlar uchun qaysidir jihati bilan ibrat vazifasini o'taydi. Shu ma'noda mana shu uchrashuv chin ma'noda ilhom manbaiga aylandi. Samimiy muloqotda tashrif buyurgan ijodkorlar qalamiga mansub she'rlarni o'qigan faol ishtirokchilarga esdalik sovg'alar berildi. Bugungi uchrashuv albatta juda ham ajoyib bo'ldi. Ayniqsa maktabimizda juda ham ko'plab mahorat darslari, shunday shoir va ijodkor insonlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tib turadi. Bugungi uchrashuvdan juda ham qoniqdim. Ayniqsa o'sha mashhur shoiralarimiz, Jizzaxdan chiqqan shoirlarimiz kelgani bizning ko'zimizni juda ham quvontirdi. Menga eng yoqqan jarayon shu shoirimiz bitta misra aytdi va bu misralarni eslab qolganga men kitob beraman dedi. Va o'shanda men o'sha misralarni eslab qoldim, keyin kitob yetib oldim. Muloqot davomida mehmonlar o'zining ijod namunalarini baham ko'rish barobarida o'quvchilarning she'riyatga qanchalik ixlos qo'yganliklarini yana bir bor sinab ko'rishdi. Yakunda esa mehmonlarga ijod maktabi jamoasi va o'quvchilar tomonidan tayyorlangan esdalik sovg'alari topshirildi.